Yevropa parlamenti va kengashining 165/2014 sonli reglamentining tegishli bandiga muvofiq taxograf kartalari haydovchining doimiy yashash joyi bo'lgan reyestrga a'zo mamlakatning tegishli vakolatli organi tomonidan berilishi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu reglamentning tegishli bandida kasbiy aloqalari shaxsiy aloqalardan boshqa joyda joylashganligi sababli ikki yoki undan ortiq a'zo davlatda istiqomat qiladigan shaxs u muntazam ravishda qaytib borib turg'un yashaydigan joy doimiy yashash joyi sifatida e'tirof etilgan. Ya'ni siz yuk tashuvlarni amalga oshirish jarayonida Yevropaning biror bir davlatida ma'lum muddat yashaysiz, biroq doimiy yashash joyingiz, ya'ni oilangiz O'zbekistonda. Demak, siz taxograf kartalarini aynan o'zingizni doimiy yashash manzilingiz bo'lgan O'zbekistondan olishingiz lozim. Agarda sizga taxograf kartalarini doimiy yashash joyingiz bo'lmagan boshqa mamlakatdan olishingiz kerakligi to'g'risida talab qo'yiladigan bo'lsa, bilingki, bu hech qanday huquqiy asosga ega emas. Bunday hollarda siz raqamli taxograf kartalarini doimiy yashash joyingizdagi vakolatli organdan olishingizni yoki olganligingizni ma'lum qiling. Yuqoridagi hollarga duch kelsangiz, o'z huquqlaringizni talab qiling va ulardan foydalaning. Ushbu videoni hamkasblaringizga jo'natib qo'ying.